Assalomu alaykum. Chodiyli hududidan Tabassum ko'chasidan 2 sotili xonadonimiz srochniy narxlarda sotuvga qo'yilyapti. Bundan oldingi videolarimizda ko'rgan bo'lsalaring 83 ming qo'yadi. Egalariga pul zararligini hisobiga ushbu xonadonimiz 2 sotili umumiy hisobda 5 ta xona bo'lyapti. Mana akalar ro'parada oshxona bo'lyapti, mana yonida sanuzili bilan. Xo'p, gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Hamma narsa tayyor holatda. Отопление sistemasi hammasi tayyor. Shunday kelasiz, jihozlarni qo'yib yashayverasiz. Xo'p, akva ekapen eshiklar, parket pollar, mana bu yerda ham o'ng qo'lda mana bitta sanuzel bo'lyapti, bu bitta obshi katta zal bo'lyapti. Va yonida yotoqxona bo'lyapti, yana bitta. Xo'p, ro'parasida ham yana bitta xona bo'lyapti. Xo'p. Bu yerda 3 ta xona bo'lyapti, bitta sanuzel bo'lyapti. Endi yonida mehmonlar uchun bitta katta zal ham bo'lyapti. Hozir birgalikda ko'ramiz. Xo'p. Mana bunisi ham bitta katta zal bo'lyapti. Egalari 64500 dollarga berib yuboraman deyapti. Akalar aloqaga chiqinglar, egalariga zarl ekan 64500 dollar bilan savdoga qo'yib yubordik mana. Kelib ko'rib, yoqsa bemalol baraka qilishlaring mumkin. Ro'parada endi yana bitta sanuzel bo'lyapti. Ichida radiator, otопление sistemalar shatda.